Haj va umrida choch qisqartirishning o'lchami. Savol. Assalomu alaykum. Umrida chochni qisqartmoqchi bo'lsak, qanchalik miqdorda qisqartirish yetarli bo'ladi? Boshning hamma yerdan qisqartirish kerakmi yoki u yer bu yerdan qisqarsami bo'lamdi? 3-4 tal chochni qisqartirishchi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Umri qilg'uchi tavobni tugitib, Safa Marva arliqida 7 qatim sa'iy qilib bo'lgandan keyin hoji asosliq haj amallarini tamomlagandan keyin chochini tushirdi yoki qisqartirdi. Buning bilan bu ulug' ibodati oxirlashgan bo'lg'achqa ihramdan chiqadi va odatdagi kiyimlarini kiydi. Chochni tushirish yoki qisqartirish haj va umr faoliyatlarining bir qismi bo'lib, hukmi vojibdir. Uni tark qilganlarga bir qo'y qon qilish vojib bo'ladi. Bu amal umr qilg'uchining Alloh taologa to'liq bo'ysunishining ifodasi bo'lib, Alloh taoloning mag'firatiga noil qiladigan va ajriga erishtiradigan taatlardandir. Olimlarning birdek ijmosi bilan haj va umr qilgan chochni tushirdi yoki qisqartirdi. Tushirishi afzal. Ayollar qisqarsila bo'ladi. Tushirishi behojat. Paynak boshlardan yoki beshida choch bo'lmaganlardan tushirish va qisqartish saqit bo'lamdi deyilsa, javobimiz shuki, agar beshida choch bo'lmasa, Hanafi va Maliki mazhablar qarshida choch tushirganga o'xshatib beshiga ustur salib etish, g'irdib etish vojibdir. Chunki bu bir ibodat bo'lib, choch bo'lmaganida chochning o'rni bo'lgan teriga yetkiladi. Ba'zi olimlarning qarshida undaq qilish mustahab bo'lsa, yana ba'zi olimlar undaq qilishning hojati yo'q. Chunki maqsad choch tushirish edi. Halbuki bu kishining beshida tushiradigan choch yo'q degan. Beshida yara yoki tangiq bo'lganlikdan beshiga ustura selish yoki chochini kesish faqatla mumkin bo'lmaydiganlardan bu amal saqit bo'ladi. Chochni tushirishning afzal bo'lishining asosi shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Ey Alloh, choch tushiruvchilarni mag'firat qilgan" deganda sahobalar: "Ey Rasululloh, qisqartquchilarni mi deyvasizlar" degan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yana: "Ey Alloh, choch tushiruvchilarni mag'firat qilgan" degan va 3 qatim shunday takrorlagandan keyin 4-qatimda qisqartquchilarni mi degan. Qur'onda Fatih surasining 27-oyatda tushiruvchilar qisqartquchilardan avval tilga ilingan. Baqara surasining 196-oyatda bo'lsa tushirishli tilga ilingan. Buning asosan umr qilg'uchi erlar ma'lum sabablar tufayli chochini tushirilmasa qisqarsa bo'ladi. Eng az bo'lganda qanchalik qisqarsa vojib ado topgan hisoblanadi degan masalada garchi olimlardan chochning hammani qisqartish kerak deganlarmi, 3 tal chochni qisqarsimi ado topadi deganlar bo'lsa-mu, ammo Hanafi mazhabining qarshida boshning 4dan 1dan az qisqarsa vojib ado topmaydi. Qisqartish miqdori eng az deganda barmoqning 3 ugisichilik 2 sm atrofida bo'lishi kerak. Albatta, yuqorqi o'lcham erlar uzun choch qo'yish umumlashgan davrlardagi ijtihodiy o'lcham bo'lib, uzun chochli ayollarning qanchalik qisqartishi haqida salaflardan o'xshamagan bayonlar kelgan. Ba'zilar chochning 3dan 1ni qisqartirdi desa, yana ba'zilar bir barmoq uchi ugisichilik qisqartirdi degan. Buningda shariat belgilagan ma'lum chek yo'q deganlarmi bo'lgan. Bugungi kunda chochi uzun erlar va ayollar hamma chochining yoki 4dan 1ning uchidan shunchalik uzunlikda qisqarsa bo'ladi. Ammo chochi bakla qisqalar uningdimi az qisqartmay chora yo'q. Qanoatimizcha erlar chochning hammani tushirishdan iborat sunnat va afzal amalni tutish lozim. Tutalmaganlar qisqartishda shariatda aniq bir chek qo'yilmagandan keyin o'zining ahvoliga qarab chochining hammasidan yoki 4dan 1dan ko'ngli taskin topqidek uzunlikda qisqarsa vojib ado topadi. Ayollarmi o'rim yoki o'rim bo'lmagan chochining hammasining uchidan bir miqdor kesvasi bo'ladi. Ammo 3 talla chochni qisqartish hisob bo'ladi degan qarash garchi ba'zi mujtahidlarning qarashi bo'lsa-mu, uningdan ko'ngli ancha xotirjam bo'lmaydi. Alloh taolaning "Andan ular kirlarni tozlasin" degan amri o'z ichiga olgan choch tushirish va qisqartish haqiqiy ma'noda vujudga chiqmagan bo'ladi. Uning ustiga buning bilan bu vojib amal ado topmaydi deb qaragan ko'pchilik olimlar xali salmoqni egallaydi. Demak, chochni tushirmaydiganlar chochni yasitib etish, vujudga chiqqidek qisqartish lozim. Shunga bu masalada Hanafi olimlarning qarashini tanlangan qarash deyishki bo'ladi. Shuningga diqqat qilish kerakki, choch tushiradigan yoki qisqartiradigan kishi topolmaganda yataqqa qaytib aldirabla ihramdan chiqib olmay, hech bo'lmaganda o'zining chochini o'zi tushirib yoki qisqartib andan ihramdan chiqish lozim. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 3-tom.